Assalomu alaykum do'stlar. Taza aeroportdamiz Beruniyda. Taza aeroportda maktabdan kirib kelishda joy o'rnimiz sotamiz. Sotib qo'yamiz. Joy o'rnimiz polni asli tiklangan. Fundament so'qillari quyilgan. Narxini oldin aytib o'tib ketamiz. Narxi 75 million so'm bo'lsa beriladi. 6 so'tik 20 ga 30 o'lchamda bo'ladi. Joyimizning elde tarafı anayağında şu elde tarafından ko'cha o'tgan. Joyning planirovkalari bilan tanishtirib o'tamiz. Joyimizning planirovkasi 40 kelish. Mana shunday gipason pol. Polga qaragan bir qat zali, bu yerda spalnisi, ili kuchnya aytasiz, o'zingizga moslab. Koridordan yana bir xonasi, bu yoqda yana bir zal, yana bir kattalar uchun spalniga moslab planirovka qilingan. Fundamentlarning quyilishina gap bo'lishi mumkin emas. Aslini ham zo'r ko'tarib, zo'r tramvovka qildik deyotir. Haqiqatda asllari zo'r ko'tarilgan. Bu yoq orqa yog'i bo'ladi, oldi yog'i u tarafda bo'ladi. Joyimizning qapitalida yana 8 metr mestisi bor. Garaj uchun qoldirdik dedi. O'zingizga maslahat qarasangiz garaj, qarasangiz pajandlik xod hisobida qurib olaverasizlar. Barcha ma'lumotlarni berib o'tdik. Narxlari 75 million aytib o'tganimizday Taza aeroportdan tayyor joydan ustuna qurib ketaveradigan fundament izlaganlar shu videoni tashab qo'ying. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Joylaringizni, joy o'rinlarini sotadigan bo'ladigan, sotajak bo'lsanglar, oladigan bo'lsanglar ham bizlarga murojaat qiling. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib hal qilib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting.